Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Əynək proqramımız xoş gəldinlər. Elşad Qasım, xoş gəldiniz. Hoş buldum. Rahmet ekran aldırıki ve sana. Görürmənlər əmdə bir həftə aldın həftə sizlərlə yüz görüşənməyən doktor, amma bu həftə sizlərlə aldığınızda yeni bir tema bilan, oxşamagan bir temalar bilan çıxıb turubdunuz. Əmdə muş yaqından ma'vo Munixdə ötküzülgən yığın boldu. Bu münayət bir mühim bir yığın deb qaraldı əmdə. Munik bexatarlik yığını. Bexatarlik yığını şundaqda. Yani keyin bulturqı bunun da yanılam Amerikanın qanchalik bu yerda nuqan tutumi boshqalar so'zlagan gaplari degandek bir muhim qildi. Bu o'tgan yilqi Amerikanın kimavaliqi JDV'sininki qilgan so'zlar bu yilqi Marco Rubio'ning degan gapi bekroq farqliroq bo'libdi. JDV'sining degan so'zdan biroz buyruq shakldaroq degan bo'lsa bu yilamda Marco Rubio'nun bekroq do'stlara nasihatdek bir tutumdek ko'rdim men. Bu hamda o'tgandan yoq masalan Xitoyni asos dushman shaklda ko'ryapti deb qarag'anlar bo'lyapti. Bu yerda Yevropa bilan biroz o'tirdi ziddiyat tushib qolgan avvallar bo'ldi u. Aral nima ismini bitim muz aralni talish Greenland. Şimdi talış doğru. Hani keyin bunu yumuşatish uchun mushtaq do'stona bir gap qildimi yoki qaysi shaklda bu yerda nimalar bekroq muhim tema bo'ldi aka? Shuni bir to'xtalib beramiz. Münih bexatarlik yığını bir xalqaro asosan eng dastlabda shu Yevropaliklarni asos qilgan. Yana Yevropadagi o'z vaqtida so'g'oq qurish o vaqtida bu 63-yildan tartib boshlangan. Rubio'ning so'zidan bor u. Faqat shu Varshava birligi yana kommunist tarafga taqabul turish uchun Janubiy Atlantik tashkilotininki va uningga hissdoshliklarninki yig'ilgan bir yig'in edi. Bu yig'in davomlashib kelyapti 63-yildan tartib bugungacha. Ama bultoqi yığınıda Amerika'nınki muavin prezidenti J.D. Vance vardı. Berip o yerde söz kılıp Amerika bilen Avrupa'nın aralığındaki bir xil soğuqlık şu sözdün başlandı. J.D. Vance'nin sözde neydi? Kopaldaydı o Avrupalıklar bir xil mandadiga vaqtida qo'lni mundaq qilib turib so'zlaganga o'xshash. Sen manıqımıdın, anıqımıdın, sen Romaniyanınki sayılımını amelden kaldırdın. Angliyada bir adam duga qısa tinchlik, onu soludun, bu hata, o hata deb. Avrupalıklarga mana degan vaqtida ilki bir muallim o'quvchilarga dars o'tgandek, doproslagandek bir xil tonda so'zlagan. Shuning bilan Avrupalıklar nihoyatda sakrab ketgan. Biz yillamda Amerika'nınki baş diplomati hem de Tashqi ishlar ministri hem Marco Rubio efendim vardı ama bizil sözü Tony ikki qitim o'rnidan turib chavakchilikka erishdi yig'in maydonida agar ko'rsanglar. Marco Rubio'ning toni bo'lsa bir xil yiqimliq yana akufkalar xuddi akasi inisiga biz tuqqan, qarindosh. Ama eğer sen mandagara qilgan bo'lsang, bu texmi yaxshi bo'ladi. Meningki faqat hamma da'vatqini sening uchun, seni qo'g'dash uchun, sen uchun, seninki texmi kelgusidagi istiqboling uchun deb bu xilda dedi. Shuning uchun nayta qarshilindi. Bo'libmi bir yerida ham demaslan Amerika Avrupa'nın balısı degan vaqtida hammasi o'rnidan turib chavak chaldi. Hammasi emas, ham da asosan. Bu yerda Amerika'ningki bu Marco Rubio'ning so'zida hamda asos maqsad nima deganda menga bak ta'sir qildi. Qayta angladim. Hattoki tekstni, transcribesni o'qibmi chiqdim boshdan oyoq. Chunki buningda nihoyatda jiq messajlar bor. Birisi Marco Rubio deydi 45 yıldan deydi
burun Yevropa medeniyeti bütün dünyaya kengaygan deydi. Xo'sh. Medeniyet jihatdan deydi, kengaygan deydi. Ama 45'ten keyin, yani Ikkinchi Dünya urushidan keyin birinchi qitim to'xtadi, to'xtabla qolmadi, undan keyin o'z ichiga tortishga boshlandi deydi. Yana kengaymish emas, kichiklab mengishga boshladi deydi. Bu yerdagi madaniyat deganida aytib aniqdir. Hristiyan madaniyati va g'arbning ko'z qarashi. Yana qonun bo'yicha idora qilish, demokratiya degandek bularni ham demokratiyani beklemedi. Qonun bo'yicha idora qilish va Hristiyan dinininkini alohida ta'kidladi. Undan keyin bu yerda yana bir degan Marco Rubio'ningki ko'chmanlar masalasi. Uning da dedi, ko'chmanning qanchalik kimni kirgizish bir davlatning egilik huquqi deydi. O hargiz boshqalarni rad qilganga kirmaydi deydi. Chunki ko'chmanlar kirib, shu davlatninki yana g'arb madaniyatining birligini buzyapti. Buningga daxl taruz yetkazayapti. Birlikni bo'linish paydo qilyapti deb buni tushundi dedi. Ham bu yerda Yevropaga bunaqa qitim nima uchun Amerika bir xil bu xil usulda so'zlayapti deganda, shaxsan mening ko'z qarashimcha, Trump prezident chiqqandan keyin bulto gukrab keldi. Ammo lekin gukrab kelish bilan hamma ish hal bo'lmaydi. Ba'zi vaqtlarda garchi kuchli bo'lsin Amerika, ama hamma tarafga mayoqqa bir peshvo, oyoqqa bir qachat, hamma tarafga tang mushasta, ag'irsida o'zi herib qoladi. Balki mushmi tegmaydigan, qachatqimi yetmaydigan, hasrab qoldigan ahvol oldu. Shuning uchun hozir endi Trump hukumat azroq siyosatni o'zgartirib, Yevropaga yana nasihat orqali buni qaytarib akilish. Bir yerda yana bir cho'ng o'zgarish bor. Masalan, Marco Rubio dedi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti foydalangani bo'ladigan bir tashkilot, ammo lekin unumsiz dedi. Shuning uchun cho'qim bir islohot qilish kerak deydi. Burunqi masalan bultoqsida bir xil ton botdi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini tashlab o'tish, qaytadan bir qurish. Bu mening andishimdi. Chunki bir uyni oldida bir chidir o'simi tikib elib, uyni chugusang, yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, chidirga kirib olgan bo'ladi. Agar hech nima yo'q, uyni chugib etib, yomg'ir yog'sa, o vaqtida talada qoldigan gap. BDT garchi shaxsan mening ko'z qarashimdimi, masalan, Uyg'ur milliy qirg'inchiligi kelganda hech qanday roli hamda hech qanday emas, yana har holda BDTning doklati kishilik huquq komitetining bizga nayt cho'ng qo'ral bo'ldi. Kishilik insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb Xitoyni ayblash. Shu BDTning doklati, u nayt kuchli. Xalqarada hech kim uni og'dirolmaydi, chunki u BDTning doklati. Shuning uchun hamda norozi bo'lsaqmi, bunda bir narsaning borligi yana bizga ma'lum darajada, masalan, bizga bu foyda. Shuningga garchi men yaxshi ko'rsammi, ammo bultoq tonlarda azroq andishim botdi bu. Bir xil tashlasa, bizga bir hech qanday foydalanadigan bir platform, ya'ni bir spom yo'qotdi. Demak, Amerika asos liniya aniq. Yana Amerika va g'arb madaniyati. Bu yerda Marco Rubio alohida ta'kidligini g'arb madaniyati, Western civilization dedi. G'arb madaniyati. Bu g'arb madaniyati nima degan vaqtida Xristian dinini asos qilgan, qonun bilan idora qilish, bularni ta'kidlab, endi bu yerda nima uchun degan vaqtida azroq chatnab ketib qoldim. Nima uchun degan vaqtida Amerika dushmanining kimligini biladi. Yana bu g'arb madaniyatiga eng cho'ng buzg'unchilik qilayotgan kim o degan vaqtida Xitoy. Shuning uchun Xitoyga turish uchun, taqobil turish uchun Yevropa va boshqalar bilan birlashish kerak. Endi Xitoy kimdan foydalanyapti deganda, Xitoy hozir eng unumli dunyoda foydalanayotgani musulmon davlatlari. Bu qiziq yeri shu.
Mayli İran bo'lsin, mayli boshqa davlatlar bo'lsin, yoki Palestin masalasi bo'lsin, hozir Xitoy eng kuchli O'rta Sharqdagi jidalning kaynida hammasida bu Xitoy bor. Shuning uchun bu yerda onundan ki musulmonlik dünyasının bir türküm radikallari mayli Londonga berib olsin, mayli Parijga borsin, mayli Yevropa yoki Amerikada berib shu yerlarda ba'zi bir zo'ravonliklarni ifodi, terrorizmni ifodi. Bularning hammasi g'arbliklarga bo'libmi, Amerikaliklarga nihoyatda kuchli ta'sir berdi. Çünkü buldu şu Vance verip sözleştim bir gün burungu deyme. Germaniyada mı bir yaş köşmen yani Afganistanlık o deyme hatalaşmışsam. Ya Suriyelik mi? Maşin aydap verip bir koçida adamlarını bir günahlarını öldürdü. Şununla bir yerde Vance şunu köstüp durup bir yerdeki köşmen meselesi nakmu şununla takılı bayırvatıdı. Şununla bu ketimki tonun özgürüşü hemmesi garipni tatip ekiliş Amerika. Onun için bu garip medeniyetini kayıtedin canlandırış. Bunun tipik misal nime diye vaktıda Marco Rubio yerde söz bulup sual cevap hikaye vaktıda kendi yanı bir yerde Venezuela'daki Amerika'nınki Maduro'nun tutuşunu bir soraydı. Sorga vaktida Marco Rubio'nun cevabı mesela hazırak Amerika'nın ayıplagan tondu sorganda bizning çattığımız yok. Başkalarının nemi deyişiyorlar deydi. Biz kılıvermeyiz. Amerika'nın menfaatiga, G'arbning menfaatiga, mana degan vaqtida hazır Amerika'nın menfaati, G'arbning menfaati, G'arb madaniyatining menfaatida. Buning hikoyaga vaqtida biz zarur bo'lgan har qanday bir nimalarni qo'llanamiz. Harakatlarni olsun, nimalarni bir buni qabul qilish, narsalarni qabul ishiltimiz. Ama onunki akıbetide kim xafa, kim hoş oldu, parvayımız belek. BDT biz bilan birga turdi, turmasa onun bilan bizning işimiz yok deydi. Hem de bugünkü Amerika'nın bugünkü tünengin haberlerde Amerika hazır Kuba'nı komünizm hükümetini agdırışka nahayeti güçlü küçevatıdı. Kuba hükümeti şu gulaşka az kaldı. Çünkü birincisi Maduro'nun tutuşu arkalık Venezuela'nınki Kuba'ya berdiğin neftini bütünlüğü tok tutuverdi. Burun Venezuela Kuba'nınki Latin Amerika'daki birden bir yakın dostu. Kuba Venezuela'nın askerlerini yetiştirip verdi. Onlara talim terbiye öğütüdü. Venezuela Kuba'ya neft verdi. Bunu toktattı. Aldın kaptı da Meksika Venezuela'dan kalsa Meksika yani Kuba'ya neft verdi. Hazır onu mu yaptı da onu mu toktattı? Bu iki toktanın ki Kuba'da bu neft, gaz hemen hemen nait ki nakvaldı gelip hazır hükümet lınşıvatıdı. Muhbirlerin Paris'de hakimiyet gulap geçiş ihtimali çok. Hem akıbet kanda oldu bilmeyimiz. Hem de bunu amelga aşırsa asasen Latin Amerika kıtasında Amerika'ya karşı solcu hükümetler, komünistler hepsi tüyeydi. Bu birinci kademde Amerika özünün akı oylusunu bütünley özünün kontrolüne ağam buludu. Bunun bilen meyli Xitay olsun, meyli Rus olsun hiç kandak bu akı oylusuna kol tıkanmaydı. Hem de Amerika'nınki bu Marco Rubio'nun buna bir sözleştiği maksat Avrupa'nın hatırlayacağım Xitay üyege kolunu tıkanmaydıgan kılıç. Mesela ben burun cık degendim. Rus bilen Xitay'nın aralığındaki bu dostluğunu belki arayamaydı o da oylagan. Hazır qarab baksam belki benim hata buluşum mümkün bu parizim. Qaraganda arışqa tirişivatıdı. Eğer Rus'ni, mayli Putin'ni
Xitoyning arvitalisa, Xitoyning quchug'idan Putinni so'rab chiqalisa Amerika, bu vaqtida bu Amerikaning alohida bir cho'ng strategiyadagi yengish bo'ladi. Ama uni qo'yindan tortish uchun Ukrainani qurbon qilyapti endi azroq. Bu azroq jiqadam qabul qilolmaydigan taraf shu. Ukrainani deydi, sen ba'zi ziminlaringni bo'ldi, Roska, shunga raz bo'l deydi. Ukraina uni qo'ymayapti. Shuningga bu yerda hamda bu masala bor. Albatta bir mustaqil davlatning ziminni deyish menimcha degandek to'g'ri emas. Xuddi men sizningki o'g'lingizdan azroq bir yana boshqa birisiga kesib bering, tinchlik uchun deb sizni majbur qilsam siz o'ylamaysiz. Shunga o'xshash o'qat endi bu. Ammo lekin umumiy jihatdan yig'ib aytgan vaqtida Amerika qonunni o'zgartirish bu shu Xitoyni Amerika'nın aqo'lisidan chiqarib etish va Yevropadan Xitoyni qistab chiqarib etishninki bir chorasi deb qarasak xatolashmaymiz. Xo'sh. Köpten köp rahmat nəhayət ətraflı bir cavab bolğan boldu aka. Endi bu sualga bir yandaş bir sual kelgen boldu. Endi abayna yaqında doq məsələn Avropanınki məsələn Xristian bolğan Xristian mədəniyyəti yoki Xristian kültürünü təqdim canlandırışımız kerak. Bunu qo'dab qilishimiz kerak degandek gapni qildingiz endi şəhərdə debdi. Endi bu yerdə bu hazır degandek yıldan yılga Avropanın köçmənlər nəhayət jiq bo'latıdı. Məsələn her nimedeki uruş bulatkan devletdeki mayli Yemendeki bolsun, Palestindeki bolsun yoki Suriyadeki bolsun nurgun devletler mesela. Hatta Hindistan, Pakistan degandek. Hatta Xitoydek bir tinch bir devlet turibmi o'zining devletini tashlab ketib, mesela Yevropaga berib atgan bo'ladı, mesela Amerikaga, mesela Kanadaga degandek. Nurgun g'arbdagi devletlarningki ko'chmanlarning besimini bak oshirib etgan bo'ldi. Endi bu yerda bu yerda ko'chmanlar degan vaqtda kimni bakarab, kimdan qo'g'dimoqchi yani? Qaysi millatlardan, qaysi xil bir kulturdan bu g'arbdagi xristian kulturni qo'g'dimoqchi bu yerda? Buni aniqroq bir tushuntirib berasiz. Aniqroq qilib aytgan vaqtida ikki guruhdagi odamlar g'arb davlatlariga ko'chgan vaqtida asli masya bo'lmaydigan, asli masyani rad qilayotgan demokratiyadan foydalanib o'zininki aqidalarini kengaytirayotgan va taraqqiy qildirayotgan ikki guruh bor. Birisi Xitoy, birisi musulmon guruhlari. Mayli o qaysi bo'lsin. Hatto biz Uyg'urlarni shuning qatorida desak bo'ladi, bu reallik. Biz mayli Uyg'urlar bo'lsin, mayli boshqa musulmonlar bo'lsin, biz borimiz bir davlatga şu yer meçitten birini salımız, onundaki üyegi cemaat olumuz, yığılımız, yenimizdekilerge davamı yaparımız. Hem de biz Uygurlar unçilik emez. Biz asasen özümüzden davasını kıvatımız. Yani müstakillik, erkillik. Ama garip elleri de cık başka Müslüman ellerden bağlan köşmenler var. Mesela Şarkı Asya'dan, mayli Pakistan, mayli Bangladeş, mayli Hindistan, Endonezya, bu devletlerden bağlanlar. Yani başka yerlerden bağlanlar. Mesela London'a ben mi bağlandım? London'dan bir koçsuq bir dostum başlap vardı. Pakistan'a bir bağlanda, Karachi'de yaşaganda görürsüzken. Bu ilki gerçeği bu. Haqiqiy Angliyada unchalik jiq musulmon bormi desa menimcha unchalik yo'q. Lekin bular bir ko'znak bo'lib, Xristian konservativlarningki basa ko'zi ko'rindigini, chelqidigini bu shu bo'ldi. Shuning uchun bular mana bu bizning madaniyatimizga bular tahdid bo'lyapti deydi. Hatto ba'zi yerlarda masalan chirkovlarni musulmonlar setib olib, uni mechit qilgandan keyin bu Hristiyan konservativlarga texmi ta'sir qilib, mana bular endi bizning chirkovni yeb ketib bordi. Burun urush qilib bizning chirkovlarni mechitga aylantirgan bo'lsa, mayli Aya Sofiya bo'lsin, mayli boshqa yerdagi bo'lsin, hozir endi iqtisodiga, puliga
Bularning yana bir xavf olduğunu, hatta bu pulni biz beryapmiz deydi. Yevropadagi davlatlarda masalan paravanlik bek yaxshi. Biz paravanlik pul bersak, bular berib, bizning chirkovlarni setib olib, bu yerda namoz o'taydigan islom qilyapti o. Bu bizning madaniyatimizga singish u yerda qilib, bular bizning madaniyatimizni o'zgartimiz deydi. Deb shunga Fransiyada masalan hijobni cheklash, boshqa davlatlarda agishayotgan, Gollandiyadagi islomga qarshilar, Qur'on ko'ydirishlar, bularning hammasi tegtakdan elib etgan vaqtida mushu xil o'zining madaniyatini qo'g'dayolmaganligidan bu g'arbdagi konservativlarninki naiti g'azbi qo'zg'alish, Xitoymi yumshoqlik bilan kirib bu yerlarni har bir davlatga borsa o'zining jamiyatini quradi yoki Tongshan deydi yoki boshqa bir nima deb. Ondan keyin bularmi o'zining madaniyatini o'zining tili bilan masalan New Yorkda Flushing degan bir yer bor. U yerga borsa hamma Xitoy so'zlaydi. Xuddi shu Xitoyning yeriga berib qolgandek paskinchilik. Hatta Starbucks kirsa qahva ichishini qog'ozni ayaga o'pchivoy qo'yib qo'ymaydi. Amerikaning boshqa har qanday yeriga borsangiz qahva, sut, qahvaxonalarda sut, qog'oz hammasi aşağı qo'yib qo'ydi. Siz qanchalik kerak bo'lsa ishlatasiz. Ammo shu New Yorkdagi Xitoy rayoniga borsangiz so'rab olasiz. Hargiz ayaga qo'yib qo'ymaydi. Nima uchun deganda Xitoylar qo'yniga tiqib akitadi. Yanchug'i selib o'g'irlab ketib qolgan. Shuning uchun Xitoyga kelgan vaqtida hatto bu so'dining xarakteri o'zgarayotgan gapda. Bunda qilish, masalan, qahvaxonalarda qog'ozlarni qo'yib qo'yish, sutni qo'yib qo'yish hammasi nima deganda xaridorga bir osonlik. O'zi xalqincha ishiltib, xalqincha erkin uningdan huzurlanib, undan keyin kelish. Ammo siz Xitoy rayoniga borsangiz, qahvaxonaning ichiga kirsa birisi o'rin yo'q. Shu bir Xitoy kirib elib 2 soat, 3 soat o'tirib olgan, u yer mangmagan, qog'ozni ishlatib olgan, shuningga qog'ozni tatib sutni siz so'rab olasiz. Bu Amerikaning boshqa yerlarida. U hamda deginim New York'la emas. Xitoy bor rayonlarda, Amerikaning har qanday shaharida Xitoylar o'pchi o'taraqlashgan joylarda hammasida so'da mushu xilda mangidi. Unda qilqi erkin hamma odamga o'z oldiga ishiltirgan qo'yib qo'ymaydi. Budaki Amerikada masalan Minnesota'da pashib qolgan bu Somaliliklar elki hukumatning berdigan yordam pulini qo'yib olish, qo'yimchilik qilish bular. Bu xeyli avj olgan ba'zi yerlarda. Bu musulmonlarda mesela ben bunu burunma so'zlagan, mesela Amerikaga kelsam Uyg'urlar yangi kelgan vaqtimda ba'zi Uyg'urlar Xitoyga pul berib, pravo olish uchun Xitoyga pul berib, Xitoyni yag'andan tarjimon qilg'izib, o Xitoy javobini deb berdi-ki, tarjim qildim savolni deb turib, undan keyin shu orqali pravo olish. Mana degan vaqtida Amerikaning sistemasining foydalanib parxo'rlik va buzg'unchilik qilish bu ig'ir elib etgan vaqtida. Chunki pravo elish, imtihondan o'tib elish bu bir mas'uliyat. Chunki mashina haydaysiz. Buningni yaxshi o'rganmasa, boshqa odamning jiniga zolim bo'ldi. Buningga parxo'rlik qilish, buningga munda o'g'irlik qilish, xiyonat qilish bu amaliyotda boshqa odamning ham o'zining jiniga zolimlik qilganlik bo'ladi. Buni ko'rdim. Undan keyin yana bir turkumlar Xitoyning accountantlari, yana hisobotchilari orqali boj ishlagan vaqtida Xitoylar jiq pul qaytarur ekan deb Xitoyga ishiltish. Yana Xitoylar Amerikaning qonunining bo'libmi boj qonunining qanday yerda tushuk va shulardan foydalanib jiq qaytardi deb shularni izlab qilish. Bu mu xiyonatlik? Chunki bu sistem hamma odamga barobar bo'lishi lozim. Shuning uchun mana degan vaqtida bu yerda bu ikki guruh bu g'aribliklarni cho'chityapti. Shuning uchun bular hozir to'xtamay g'aribdagi bu davlatlarda Fransiyada masalan o'ngchilar partiyasi Le Pen'ninki, Germaniyada o'ngchilar partiyasi bag'ansir kuchlanib menyapti. Angliyada shunda bo'lyapti.
Çünkü bu yerdeki mesele nima degan vaqtida bu köşmenler kelgandan keyin Uygurlarda Qarg'oning shahriga borsang bir ko'zingni qis deydi. Xo'sh. Nima uchun bir ko'zimizni qisimiz Qarg'oning shahriga borganda? O'sha Xalqlardan yerlishish, xalqningki qoidasiga hurmat qilish. Masalan biz Xitoylardan nimishga xaf bo'lamiz bizning vatanga kelganlar. To'laroq burun jidallar nereden chiqadi? O'sirishidan, tukirishidan, mishqirishidan chiqadi. Nima uchun degan vaqtida biz Uyg'urlar adablik o'zimizning qoidalarimiz bor. Cho'nglarning oldini to'g'irmaymiz, ko'chalarni mishqirmaymiz, ha-hur deb tukirmaymiz. Odam bayalar o'sirmaydi. Bu nayt hurmat, bir qil axloqli. Ama bununla Xitoylar diqqat qilmaydi. Ya bizninkiga bo'ysunmaydi. Qo'l juğa vaqtda qo'lni silkiydi, biz xaf bo'lardik. Bular demak bir yerga bordan shu yerdagi yerlik xalqninki qoidasiga bo'ysunish, shu yerning qonuniga bo'ysunish, bu nayt muhim bir narsa. Bu ham o'zingninki axloqliligini bildirsa, yana bir jihatdan haqqa bo'lgan hurmat, barobarlikni ko'rsatadi. O'zingning davlatida yechtimni talab qilolmaysa, masalan Xitoylar o'zining davlatida namoyish qilolmaydi. Xitoy hukumat qanchalik bo'zaqisi ma'qul deydi. Ammo g'arbga kelib elib, bir Xitoyni bizim deb qo'ysa, ko'chaga chiqib elib bizning kishilik huquqimizga Amerika hurmat qilmadi, biz degan mandaqti, andaqti deb namoyishlarni qiladi. Uyg'urlarni lagerlarga solab, mechitlarni taqab, to'ng'iz go'sh yegizib, Qur'onni butunlay o'zgartib, qaytadan tafsir qilib Xitoylarning hukumatining irodasi bilan chiqarsa, butun musulmon dunyosi sukutda. Bir shaxsi g'arbda bir parcha Qur'onni ko'ydirma desa, butun dunyo, Angliyaning ko'chasi, Parisning ko'chalarida musulmonlar butun dunyoni beshig'i kiydi. Amerikaning bayroqlarini ko'ydirib, namoyish qilib, norozilik bildirdi. O'zining davlatida uni qilolmaydi. G'arb dunyosiga kelib qiladi buni. Bu hammasi mana degan vaqtida g'arbniki bu konservativlarni qaytadan mushu xil madaniyat urushiga boshlab kirib, mana degan vaqtida ko'chmanlarning bundan keyingi ko'chmanlarning yashash muhiti hamma jihatdan bir xil naiti o'sal ahvolga qo'yyapti. Mana deganda bu yangi nima emas. Shaxsan mening ko'z qarashimcha. The Clash of Civilization degan bir kitob bor. Angdasab 76-yilmi, 7-yili Harvard Universitetininki Huntington degan odamning yozgan madaniyatlar orasidagi to'qinish. Madaniyatlar to'qinishi. To'qinish. Bu kitob yozilib tam şu yaqingacha Trump prezident bo'lishining oldigacha hamma davlatlardagi ziyolilar ya bu mavjud emas, bu undaq emas, madaniyat orasidagi to'qinish yo'q deb kelgan. Ammo bu to'qinish samanning ostida suv mangandek asto mengib kelayotgan. Hozir hamdi bu ko'tarilib chiqdi. Samanning ostida emas, ustida bu. Hozir ko'tarilib chiqib bu to'qinish reallikqa aylanyapti. Marco Rubio'ningki bu so'zi amaliyotda Yevropaliklarning ma'lum darajada uloqim yoqdi. Shuning uchun Amerikaga garchi ba'zi siyosatchilar o'zini qattiq ko'rsatish uchun norozilik bildirib, anda-manda deb so'zlagan bilan ba'zi reallikni kutganlar davatidi. Amerikaning haqli bizni bunda deyishi, o'zingni qo'g'dayolmayotsa g'arb madaniyati cho'kishga boshlayotdi. Biz cho'kmaymiz. Biz bir-birimizni qutuldirishimiz lozim dedi. Marco Rubio'ning davatqini shu. Biz bir-birimizni qutuldiramiz. Biz Amerikani qutuldiramiz, ham sizlarga yordam qilamiz. Sizlarmi o'zinglarni qutuldirsizlar, ham bizni qutuldirsizlar deydi. Deyish orqali bu yerda ko'chman masalasi oldiga chiqyapti. Bu g'arbda yashayotgan men, siz hammamizga ta'sir ko'rsatdi. Bu ta'siri cho'ng bo'ladi. Shuning uchun bo'libmi biz Uyg'urlar Xitoyga qarshi biz Uyg'urlar men ishonima ko'pinchimiz 99%
nahayet medeniyetke maslışıdığan, öz turgan devletlerimizden kanunu boysunup, şu yanın medeniyetiga hürmet kılıp, hem özümüzün medeniyetini ma'lum dairning içinde ip baradigan, hakka köz kılıp, yoki hakka bizning manda medeniyetimiz var, mening seninkini ilg'ar, meninkini uyga, bu ne qilmaydigan bir millat biz. Ama lekin bizde ikki kimlik var. Garip dünyasida yaşayotgan hammamiz, mayli garipda olsun başka devletler. Birinci kimligimiz köşmen. Bu aldığımızda turadigan bir kimlik. İkinci kimligimiz Müslüman. Mayli 5 vaqt namaz, meçitde kundu berip 5 vaqt namaz öteydigan Müslüman bol, yoki men Müslüman deb bir yilda 2 qitim meçitga bardigan, qurban eti, ro'za etdi bol. Ama Müslüman degan bu mu yani bir bizning kimligimiz. Birincisi köşmen, ikincisi Müslüman. Garip dünyasida köpünce siyasonlar bizninki Uygur mu, kim o, onanga bek köngül bölüp ketişini atayın Uygur. Endi albatta Xitoy bilan bo'lgan vaqtida to'qinish bo'lganda Uyg'urligimizni aldığı chiqdi. Ammo lekin birlikda agar biz diqqat qilsak, Uyg'ur musulmonlari deb musulmon kimligimizni shu zaman qo'shidi. Albatta men bilaman, bizning Uyg'urlarning ichida men musulmon emas deydiganlar bor. Ammo lekin siyosatlar uchun o 1-2 yoki 100, 200, 1000, 2000 Hristiyan Uyg'urlarning ichidagi muhim emas yoki kommunist muhim emas. Ular uchun muhimi Uyg'ur musulmon. Kimlik. Shuning uchun agar bu kimlikni qarab qo'ysak, bizda aşk kimlik eng oldida turadi. Köşmen, musulmon. Shuning uchun bu vaziyat bizga yeni bir özümüzni garip qanday qo'g'dash, o Xitoyning zulmidirlar emas. Özümüzni qanday qo'g'daymiz? Qanday qilib bunda bir muhitda madaniyatimizni qo'g'daymiz? Kimligimizni, Uyg'ur kimligimizni qo'g'daymiz? Bu yana bir yangi savol. Meningcha Marco Rubio'ning bu so'zi bizning hammamizning Uyg'urlarning ashuni bo'lsa o'qib, agar tushunmaydiganlarga tarjima qilib Uyg'urcha qayta bunu o'qish lozim deb qarayman. Chunki bu Amerika hukumatining boshlab mengayotgan g'arbni bir liniyasi, yana bir mission statement. Yana Amerikaning kelgusidagi bir necha jihatlarda gavdlangan ko'chman masalasi, Amerikaning manfaati, g'arb manfaati kelgan vaqtida hamma choralarni qo'llanadigan, o choralarningki mayli xalq xush bo'lamdi, norozi bo'lamdi, uning parvoyi pelak. Buning ichida masalan yana bir masalami bor. O bo'lsa Xitoy bilan bo'lgan munosabatida tunugunning chiqayotgan gap yana bir yangilik bor. Burundan tortib Tayvanga Amerika qurol sotgan vaqtida Xitoy bilan fikrlashmaydi. Bu qonun bo'yicha kirgizilgan. Amerikaningki Xitoy bilan munosabatni 76-yili bo'ldi, 71-yilmi, 70-yili Nixon bo'lgan vaqtida Amerika bilan Xitoy kommunistlarining munosabati normallashgan vaqtida Tayvanga bergan va'dalarning ichidagi birsi Tayvanga qurol sotib bergan vaqtida Xitoyning maslahatini anglamaslik, Xitoyga maslahat solmaslik. Ama tünügün bu deyman. Prezident Trump ben Xi Jinping bilan bu to'g'riliq ayrim paranglashma dedi. Bu demak nima deganda maslahatlashimiz degan gap. Shunda bir tonni berdi. Agar Tayvan masalasida Xi Jinping bilan maslahatlashsa, bu muhim bir yer. Boshqa masalalarda mu maslahatlasha oladi. Yana bizning masalalarimizda mu maslahatlasha oladi. Chunki Amerikaning manfaati eng ustun. Kishilik huquq, barobarlik, bu hammasi g'arb madaniyati uchun hammasini qurbon qila oladi. Bu Marco Rubio'ning davatgan gapi. Shuningga biz g'arbdagi Uyg'urlar uchun bu bir yangi
yüzülünü vatkan bir challenge. Nima deymiz Uyg'urcha? Bir challenge. bizga bir qo'yilgan savol mana deganda. Bizga bir Sınav. yüzülünü vatkan bir nayti qiyin bir ahvol. Ha, rahmat. Köpten köp rahmet. Hem de bizge naite bu köşmen meselesi olsun. Mesela nurgun Uygurlar Garip dünyası mesela yaşawatydy Türkiye'de olsun yoki başka devletlerde. Asasen Garip dünyası bekrak köp faaliyetlerini kılıp degendek. Jallyk boldy hem de bu ýerde degendek özümizninki mevcutlygyny kandak dawamlaşdyra alaýmyz degen temesine naýat ýaxşy toktulyp berdiňiz. Köpden köp rahmet. Qarindaşlar programımız muşagiçe bolgan boldy. Keler qitim görüşüş aman bolunlar. Allah'a emanet. Her qanday suallarınlar bolsa bizge qaldyryp qoýsaňlar. Şuna qarta biz jogap berişik tirişimiz. Görüşüş aman bolunlar. Allah'a emanet.